Assalomu alaykum. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida Milliy bank tomonidan Jizzax viloyati Paxtakor tumani Paxtakor mahalla hududida joylashgan 1368 1378 konturlarda poliz ekini qovun ekilgan. Jami yer maydoni 10 gektarni tashkil etib, uzunligi 500 metrni, eniga 200 metrni tashkil etadi. Ekilgan qovun bugungi kunda dehqon xo'jaliklari tomonidan ishlovlar berilib parvarishlanmoqda. Ushbu loyihada 15 nafar dehqon xo'jaligi biriktirilgan, ya'ni 5 nafariga 1 gektardan 10 nafar dehqon xo'jaligi 50 sotikdan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida Paxtakor kelajak kooperativi biriktirilgan. Kelajakda har bir gektardan 35 tonnadan hosil olish rejalashtirilgan. Jami 350 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda ekilgan poliz ekinlari yaxshi, kerakli bo'lgan ozuqalar bilan to'liq ishlov berib kelinmoqda. Dehqon xo'jaliklari tomonidan yaxshi parvarishlanmoqda.